Hürmetlik vatandaşım, bizlik siyasetlep kelyapmiz. Sizlarga ma'lum bo'lgandek, Hindiston bilan Jungo o'rtasidagi chegara so'rkilishing yoki ancha-muncha chegara to'qnashuvi bir oydan oshdi. Hozir 40 kuncha bo'ldi deylik. Hozir ikki davlatning chegaradan askar chekindirish kerak'i yo'q. Bir-birining askar chekindirishni rad qilyapti. Jungoning talabini Hindiston, Hindistonning talabini Jungo rad qilyapti. Başında ahval aslında Türk sörkülüş, ahırı uğraşkı baramdı yok. Hazır Torbetlerinin fikri karısınız bula bidəxi yığına için Vatılı Cungo Kompartiyası belki muşu yığında Hindistan'a uğraş kılışını karar kılışı mümkün değil. Yani bir noktada bidəxi de yığın yok deydi Tor abonatlarından yazıvatkan sebeplerden. Çünkü hazır Reis Xi Jinping bidəxi de yığın içip siyasetke Kerala'nın arılışını çekleydiğen mışındak bir kuç bilen oturgu çıkkallık için bir de hediye çıkandak yığın yok değil. Zaten kayerde karar kılını da Hindistan'a uğraş etmiş. Lekin gep Şinhuaşi, devlet müdafiyesi, Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin Taşkı İşler Ministerliği ve şunun okşaş Remin Rıbav, Katarlık gezide devlet müdafiyesinin bağı bunun içinde. Katarlık gezide arkadan bayanat kılıp 8. ayının 3. günü Hindistan karşı uğraş kılıdığallığını görsen. Hindistan onun karta yukarıdaki mavzuda bir körüp ettik. Ne mi dedi? Biz teyyarlanıp koyduk dedi. Bir yerde Hindistan'ın çekinediğin rayı yok. Jungo hükümetinin hem çekinediğin rayı yok. Bu Asya, Cenubi Asya'daki iki çoğun devlet, medeniyette kademi devlet, o turiste uğraş bulamdı. Bazı kişiler sual koyuvatıdı. Elpazdan karaganda bu uğraştan saklanğılı bulmaydı. Lekin iki devlet oturusu uruş bulduğun bolsa, evvel kildiğin iktisadi ziyan, onun deyinken ölüm yetim, merbi işlem, bulanın nemi kelligini her iki devlet doğru düşünüp durdu. Mesela tinç yol ile hal kılış zaten mümkün bulmamdığında. Mesela biz yukarıda başlayıp geldik. Hazır bu vaziyet kandaktı, Botan ve Sikkim rayını münasebetlik Dunglan rayını yani Doklam rayını deki bir alkandak yerine talışıp iki devlet oturusu uğraş buluvatkanı yok. Eğer biz bunu yine tahlil kıldığın bolsak zaten Asya'ga, hem de şundakla Cenubi Asya'ga kim tasir daire bilen ilgi buluş gerek, kim burayın dökmüren orundu buluş gerek, kim burayın da tögü çıkıp oturuş gerek değildiğin bolsa bu abstrak talaş tartışırken askeri çıkarıp her bir koştu iş kısalıp uruş kılışının hiç kandak söyledi yok. Mesela sen Asya rayında noçu devlet bulduğun nim buldu, noçu devlet bulmadığın nim buldu. Bunu talaş tartış kılışına hiç her zeydiğen hiç kandak bir terpi yok. Lekin biz şu nesini hem konkret aldı. Hazır buluvatka vakanın hemmisinin Tibet'ki münasebet buluvatkalığını göz tutkanda, eğer Hindistan Tibet rayını kaytırıp verirse Cunguluk efendi endi vakit toştu deydiğen bolsa, Jungo hükümeti bununla uğraş ile cevap verdiğen bolsa, vakti akıbet kandak buldu. 7. ayının 21. günü ben sizlerle yetküzelmedim. İki cümle söz, hürmetlik vatandaşım. 7. ayının 21. günü Amerika Avaz Radyosu iklim meseleleri doğrusunda münazara uyuşturganda Joe Illay'ın ahırkı devri, yaki ahırkı devrideki Joe Illay degen kitapның muallifi Gavşinjan şunda fikir kıldı ki, bu bağda Hindistan bu uğraşta uğraş kılıp Hindistan armiyası Tibet'e kirdiğalı bolsa onundaki uğraş boludu da oylaman, uğraş yok. Hemen neyse tamam boludu. Çünkü bir yerde Hindistan armiyası Tibet'e kirgen günden başlap Kompartiya Nen Jungo'daki hükmürallığı alak boludu. Gumran boludu. Hazır yazılavatkan torbetlere tahliller ve analizlerde hem adamın ağzı şu gep. Mesela Kompartiyanın ahırkı devri deyişivatıdır. Kompartiya 19. kurultayını açalamdı, açamamdı deyivatıdır. Kompartiya bokatim kalık daimi heyetler devlet başkuruş. Mesela bir devletni 7 heyet yak 9 heyet yak onda en konkret aysak bir devletke 7 prezident 9 prezident belgileş degandek. Bularni bekar kılıdı. Reis Xi Jinping bu katım 19. kurultayını mı açmaydı deydi. Şundakla bu 7-9 çangvi yaki daimi hayat koyduğun işlemi kılmaydı deydim. Yani şundakla Reis Xi Jinping mavzunu rolünü ügünü partiye reis koydu deydi. Bu gep reis koyması ikinci gep. Zadı Reis Xi Jinping hukukunu merkezleştirip muşalane mesela daimi hayat koyuşunu bekar kılıdığın bolsa o vaxtıda
daimiy hayat bekor qilinsa, Jungoning siyosiy, ijtimoiy tuzumida qanday o'zgarish bo'ladi degan masala bo'yicha bizni garchi Rais Xi Jinping va yoki Jungolik odamlar bizni dushman deb qarasimi, Rais Xi Jinpingning bu siyosatini, masalan, 7 changvi, 7 doimiy hayatni bekor qilish, doimiy hayatlik davlat boshqarish siyosiy tuzumini bekor qilishda Rais Xi Jinpingni qo'llaymiz. Endi sizlar ko'rib turibsizlar. Hozir Tayvan to'g'risi biz sizlarga so'zlab kelyapmiz, to'xtamay so'zlab kelyapmiz. Buning to'liq xabaringlar bor. Yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisi Tayvan sayli sayohat qonunini ma'qulladi. Prezidentga yo'llansa, prezident imzo qo'ysa bu rasmiy qonunga aylanadi. Shuning uchun bu sinoq tariqasimi yoki Osiyo Tinch okeani rayoning vaziyatiga munosabatlikmi bugun Cumhuriyetçiler Partisining ayni chog'dagi sobiq muavin prezidenti Dick Cheney Tayvanni ziyorat qildi. Demak bu ish hozir prezident darajalik Amerika Qo'shma Shtatlarining siyosiy rahbari tunji qatam Tayvanni ziyorat qildi degan. 93-yili Dick Cheney ziyorat qilganda davlat majlisining a'zosi sifatida ziyorat qildi. Bu qatim endi Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident darajalik amaldori Tayvanni ziyorat qildi degan. Bu bugun yetib kelgan xabar. Shunga bu to'g'rida Jumhur Xalq Jamhuriyatining Tashqi ishlar ministerligi yoki undaq bir gapni qilmadi. Bilsinglar, bu hozirmi shu boshqa leksiyada men nima dedim? Tayvan bilan Hindiston birlashib, Jungoga xiris e'lon qilmoqchi bo'lyapti degan gapni so'zlab o'tdim. Bir mavzuni mazmunni emas, bir mavzuni so'zlab o'tdim. Shundaq bo'lganda hozir Hindiston Tayvan qiziqayotgan bo'lsa, masalan Tayvan Hindiston qiziqayotgan bo'lsa, bu ish og'ir ishmi, hurmatli vatandosh? Haqiqatan og'ir ish. Yana shundaq vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezident darajalik davlat arbobi Dick Cheneyning Tayvanni ziyorat qilishi bu og'irlik ustiga og'ir. Ko'taramsan sangilataval degandek bir ish bo'ldi apanda. Vaziyat mana shundaq. Yaqinda Hindistonda bir jurnal Jungoning xaritasini chizib chiqibdi. Bu xaritada Tayvan yo'q. Shundaqla Tibet yo'q. Jungoning xaritasini cho'ju xo'rozga o'qitib qo'yapti. Buningdan qaraganda hozir Hindiston ko'ngil bilayotgan masala Tibet masalasi, shundaqla Tayvan masalasi bo'ladigan bo'lsa, bu masala bo'lib bu Tayvan masalasi Jungo uchun intayin zo'r masala, jonijon masala. Masalan, Tayvan qo'ldan chiqib qolsa, hozir o'zi talash tortish qilayotgan va harbiy aslahalar va harbiy bazalarni qurib kelayotgan Janubiy dengizmi biroqla qo'ldan chiqdi. Yoki Jungo Janubiy dengiz to'g'risida gap qila olmaydigan holga kelib qoladi deb tushunsangiz bo'ladi. Endi g'arb taraf sizning bizning vatanimiz mustamlaka Xinjiang, Uyg'uriston jimjit turyapti. Yoki bu yerda qanday strategik maqsadlar bor buni tushungan bo'lmaydi. Ammo Hindistonning sizgan xaritasi, Jungo sizib bergan xaritasi Tayvan chiqarib o'tilgan, Tibet chiqarib o'tilgan bir xarita shunday sizilgan vaqtida yoki atalmish Xinjiang yana mustamlik Uyg'uristonning taqdiriga Hindiston qanday qaraydi? Buni Hindiston qaraydi deb Hindistonga yuklayotganimiz yo'q. Yoki Hindiston hal qilib da'vatganimizmi yo'q. Lekin xalqaro siyosatda shunday kelyapti. Bu bir qisman hodisa bo'lishi mumkin. Gap nimada degan vaqtida endi bu konkret bo'lib oldingizga kelmaganda bu to'g'rida gap qilolmaysiz. Lekin vaziyat ana shu yerga kelyapti, hurmatli vatandoshim. Endi Govingoy masalasiga kelsak, Govingo ya'ni shiddat bilan material pash qilyapti. Uning material pash qilish bilan birga yana gaplar o'tirib chiqdiki, uning tunji qatimliq hujumi va o'rishi tanqid nazari Jungo Kompartiyasi Markaziy komitetiga 7 doimiy hay'atning biri hisoblangan. Hozir Jungoda chiriklikka qarshi turishga mas'ul bo'lgan Intizom komitetining sekretari Wang Qishanga qartilgan edi. Endi 2 kundan beri kelayotgan xabarlarda hozir Rais Xi Jinping Vazir Li Keqiangning huquqini buda qoldirib, ya'ni 19-qurultayda uni bekor qilib, Wang Qishanni vazirlik o'rniga ko'tarib chiqishi mumkin Rais Xi Jinping deydi shundaq. Agar siz rais mushu hokimiyat yurgizayotgan shu Jungoning hozirgi realligida siz Wang Qishanni tanqid qilgan bo'lsangiz, bu tamoman yo'lliq o'zingizning ishi. Biroq Rais Xi Jinping uchun aytganda darhol Wang Qishanni sapdan qoldirib qo'yish yoki bir tarafga qo'yib qo'yish
bu hakimiyet için bek eğer tehditçi mi hürmetlik vatandaşım? Şundakla Govingo efendi sizin bu noktada doğru düşünürsünüz. Herkes bunun sizinkine hata değil olmaydı. Hazır paraxorluq, xiyanetçilik, çirikleşiş meselesi de siz paşqılavatqan materiallarını biz herkes güman qılmaymiz, hemmini doğru deymiz. Çünkü bu logikalik pakt paşqılavatıdır. Gap nimede degende derhal agar Reis Xi Jinping Wang Qishan'ga qol saladigan bolsa, vaqti Cumhur hakimiyetiga zilzila keladi. Zilzila yetib keladi ag'inlar. Reis Xi Jinping şunu bunda ishni oldirab qo'l silib, oldirab ishlaydi deb qaramaymiz. Endi hozirgi vaziyatni siz ko'rib yetdingiz. O tarafda Hindiston, endi bu tarafda Çavşan yerim arlı meselesi bugün boşun torbiyetiler degende bir haber geldi. Bir cümlelik haber. Bu haber neymi değildi ise Amerika Qo'shma Shtatlar hükümeti hazır Koreyadan Amerika Qo'shma Shtatlarning grej dallarini çekindirip endi Çavşan yerim arlı meselesi deydi. Ötken kedek o tarafta Janubi Asya'da Hindistan, Cumhur O'rtasidagi chegara to'qinishi deydi. Ötken kedek endi bu tarafta Tayvanni ko'rdingiz hozir. Tayvanning vakillar umiki Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qildi. Balki LOK deb atalgan harbiy havo armiya bazasini ziyorat qildi. Shundaqla dalmi shundaq harbiy ishlarga mas'ul bo'lgan Amerika davlat Meclisining a'zolaridan muhim arbab Franks efendi bilan ko'rishdi. Shundaqla Dick Cheney, ya'ni sobiq muavin prezident Dick Cheney Tayvanni ziyorat qildi. Vaziyat shunda qo'ychilishib, bir-biriga giralishib, bir-birini to'liqlab, bir-biriga yondishib, bir-birining oldida yoki bas bilan degandek shundoq kelyotdi. Jung'olik efendi siz hozir demak buraya ishki jihatda partiya komitetining siyosiy tuzilmasini qanday tuzib chiqish masalasi, ikkinchi tashqi jihatda o tarafı Hindiston, bu tarafı Çavuş